turmushga chiqmaganman deysiz, a? Lekin siz homiladorsiz-ku. Da, sarim 6 haftali. Demak, rizq qilindimi? Qilindi. Qachon tushdingiz? Sababim dedi. Bir hafta oldindan beri. Xumdondan boshlaylik. Shaykalari yaxshi. Turmushga chiqmaganman deysiz, a? Lekin siz homiladorsiz-ku. Da, sarim 6 haftali. Qanaqa? Siz bilasiz, uni qanaqa? Короче, bitta aka bor deyman. Bitta moyut yetmas. Lekin unaqa qilmayman-ku menga. Qisqalar. Kirmagan, lekin atrofiga bo'lsa ham chiqamiz, spermatozoid. Sekundu kirib ketadi. Siz беременна, Salim, to'g'ri? Bir homiladorsiz, 6 haftali. Yuragi uryapti. KTR. 6 hafta 2 kunlik 8-oktyabrga tug'amiz. Unaqa bo'lsa mumkin. To'xtang, men uni qanaqa yo'qsam bo'ladi. Men otib tashladim yuzaklarini. Shu narsani qilishdan oldin o'ylamadingizmi shu? Qondan tushgan narsa bor. Nimadir qilsa bo'ladimi? Iltimos, nimadir qiling. Men uydagilarim otib tashlaydi. Hali men qilib olaman. Hali turmushga chiqyapman. Rejasi 120 turyapti. Keyin xonada bo'lamanmi turmushga chiqqandan keyin? Noto'g'ri fikrdasiz deb o'ylayman. Tushirish bu xato fikr. Yo'q, men uydagilarim otib tashlaydi. Shunaqa bo'ladi. Bilmaydigan holatimda shunaqa bo'lib ketdi menda. Siz endi zo'rlamaganda, bemalol yechinib o'zingiz bo'lgansiz-ku. Lekin u jinsiy olati ham kirmaganda. Kirish shart emas. Qaningizda men atrofiga tegadi-ku. Tekkan paytda spermatozoid chiqsa, u o'zi topib oladi teshigini. Mana homilangiz uyi, вот это homilangiz 6 haftali, yuragi uryapti, 6 hafta 2 kunlik. Nimadir qiling. Tushirishga qo'ying. Yo'q, men tushirish bilan shug'ullanmayman. Nima qilsa bo'ladi buni? Ginekologga borib uchrashasiz, shunaqa narsalar bilan shug'ullanadiganlar agar bo'lsa, xudashadi. 2007da, в принципе, siz voyaga yetgansiz. Siz qarang, bitta narsani tushuning. Siz homilani tushirsangiz, o'sha bola sizga uylanadimi, yo'qmi degan narsa. U bola yo'q hozir hayotimda. O'g'otib tashlaganman uni. Nega yo'qotasiz? Men aldadi-da, uylangan ekan. Voy qizlarjonlar, nima unaqasizlar? O'zinglarni saqlab yurmaysizlarmi? Voy xudo. Qarang, iltimos, nimadir qiling, xonani tushirishga iltimos. Men uydagilarim otib tashlaydi, real otib tashlaydi.